Assalomu alaykum. Bu kanal ishtirokchilari, mana hozir sizlarga bozordan arzon bo'lgan uylarni ko'rsatamiz. Toshkent shahridagi Parkinskiy mostini oldida Oqsaroy turar joy JKsida. Mana bu kvartiramiz o'sha oldida Dukat deganda bu. Mana 299. 2 xonali Euro remont mebel texnikasi bilan 9-etajni 9-qavatida. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu oshxona hozir. Oshxona mana shunaqa holatda, Euro remont mebel texnikalari bilan bor. Mana bu spalnya. Spalnyamiz ham juda ham zo'r. 2 xonaga 2 ta spalnya qilib qo'yilgan, dahshat holatda, Euro remont. Ko'rib turibsizlar. Qanaqa remont qilishgan? Bu remont qilgan odamlar ham o'zi usta odamlar, o'ziga deb qilgan birinchi menimcha. Juda ham chiroyli qilib qo'ygan. Mana kvartiralarning ko'rinishi. Juda ham zo'r kvartira. Bu narxi startoviy 84 mingdan boshlanyapti. 44 kvadrat metr 84 mingdan boshlanadi. Agar kimdir arendaga olib berib qo'yaman desa, o'zimiz $700 ga minimum beramiz arendasini. Odamni ham topib beramiz. Bizga ko'p arendada murojaat qilishadi. Mebel texnika bilan 44 kvadrat metr narxi 84 ming. Startoviy bu. Yana ustida borib gaplashsa 2000 gacha, agar kelishilsa yaxshiroq, naqd pul bilan borilsa kelishtirib beradi yana. Xo'p, bu birinchi variantimiz. Ikkinchi variant bozordan arzonroq chiqqan. Mana bu kvartiramiz. Xo'p, Mirzo Ulug'bek Nastroyka Parkinskiyning oldida bu ham mostning oldida JK turar joy majmuasi Yulduz bu. Xo'p, 877 bu ham bozordan arzon, tasavvur qiling, 280 kvadrat metr. 7-etajda 140 kvadrat bor. 8-etajda xuddi shu kvartirani o'ziga qarashli bo'lgan dupleks kvartira, yana 140 kvadrat bor. Общий 280 kvadrat metr. 8 ta xonasi bor. Kirpichniy dom, planirovkasi razdelniy bo'ladi. Xo'p, 4 ta nimasi bor? Hojatxonasi bor, vannasi. 4 ta, pastda 2 ta bor, tepada yana 2 ta bor. Mebel texnika hamma narsalari bor. 210 ming startoviy narxi buni. Ko'rishni boshlaymiz. Mana shunaqa holatda, bu katta oilalar uchun juda ham zo'r. Mana ko'rib turibsizlar, remontlari ham juda ham yaxshi. Zo'r qilib qo'yilgan. Divan-pivanlar bilan. Mana bu videosi mana. Katta oilalarga eng kerak bo'ladigan narsa mana shu kattaroq joy. Buni uchastka desa ham bo'ladi. Hozir uchastkalar ham bir sotuvda mana shunaqa kichkina uchastkalar qilib tashlangan. Buni o'zi 280 kvadrat metr. Ko'rib turibsizlar, qanaqa holatda uyimiz. Hamma narsalari bor. Buni olib bemalol hostel qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli kvartira. Tasavvur qilib turibsizlarmi? 280 kvadrat metr. Hamma hujjatlari tayyor. Bir kunda notariusda qilsanglar bo'ladi. Agar olib arendaga beraman desanglar, o'zimizda odam bor, o'zimiz beramiz. Odamni ham topib o'zimiz arendaga qo'yib beramiz. Xullas. Shunaqa. Endi bu ikkinchi variant. Bozordan arzon bo'lgan variantlarni qarab turman hozir. Men bu kanalda kirsanglar agar, mana shu kanalda hamma narsa bor. Hammasini tashlab turamiz. Dostonbek Realty Toshkent, bu meni o'zimning kanalim. Har kun variantlar chiqib turadi bu yoqda. Mana bu kvartirani mana 66 ming narxi. Shunda kelib olsanglar, shuni $500 ga arendaga o'zimiz beramiz. Bir xonali 2-etajda, 9 domni 2-etajda Green Parkda bu. Kirpichniy dom 66 mingga menimcha zo'r narx. O'sha arendada yashaydigan odamlar ham bor. O'shalar o'zi bilan sotib olsanglar ham bo'ladi, ular turishadi hali. Bu ikkinchi, uchinchi variant bu.
Endi yana bitta ko'rsatamiz desak, mana buni ko'rsatishimiz mumkin. 59 kvadrat metr 84 mingga. Ko'rib turibsizlarmi qanaqa kvartira? 59 kvadrat metr 84 mingga. Bu kvartiraning ko'rinishi mana. Kvartira mana shunaqa holatda. Juda ham zo'r kvartira. Top-toza, hamma narsasi bor. 84 mingga olib maza qilib yashash mumkin. Xo'p, bugunchalik mana shu 3 ta variantimiz bor. Kim ulgursa sotib olishga bemalol sotib olishinglar mumkin. Bu yoqda endi Mirobod, Sodiq Azimovdagi kvartiralar ketdi. Bu yoqda bilasizlar, sentr bu joylar. Bu yoqda qimmatroq. Hammaga omad. Mana shu kanalga kirib ko'rsanglar, barcha kvartiralar arzon, bozordan arzon kvartiralar mana shu kanalda chiqib boradi.